madrasati yawm as-sabt. Hamid shanba kuni madrasaga bordi. فوجد أن صديقه حسينا ما حضر في المدرسة وبالتي البته حسين مكتب مدرسة فسأل أخاه عليا عن السبب وكاس عليا كلمة سبب سؤال فقال أيتك إنه محروم من يوم الخميس فعزم حامد على أن يعود للرجوع من المدرسة. قامت عزم قرار ذهب حامد إلى بيت حسين فسلم واستأذن. قامت حسين بإجبار فخرج أبو حسين أتسجد قال حامد aytki إني أريد أن أعود صديقي حسينا فقد أخبرني علي أنه مريض. البته men do'stim Husaynni ziyorat qilishlikni xohlayapman. Dar haqiqat menga Ali albatta u kasal deb xabar berdi. قال أبوه otasi aytdiki نعم ha إنه أصابته الحمى unga isitma yetdi يوم الخميس payshanba kuni ويمكنك أن تعوده uni kirib ziyorat qilishing senga mumkin dedi. صعد حامد إلى السطح. Hamid esa o'sha tomga chiqdi, ya'ni ikkinchi qavatga chiqqandir. ودخل غرفة حسين. Husaynning xonasiga kirdi. فرأى حسينا. Husaynni مضطجعا yotgan holatda ko'rdi. فسلم عليه بلطف. muloyimlik bilan unga salom berdi. ودنا منه unga yaqinlashdi. وقال له unga aytdiki كيف حالك يا أخي ey birodarim ahvoling qanday dedi. عافاك الله الله تعالى senga afiyat bersin dedi. قال حسين قد أصابتني الحمى يوم الخميس. Husayn aytdiki payshanba kuni menga issiqlik yetdi, isitma yetdi. وكانت شديدة يوم الجمعة. juma kuni esa qattiq bo'ldi, ya'ni ismam ko'tarildi. وخفت في الليل. va kechasi esa yengillashdi. Haqiqatda inson hattoki shifokorlar ham aytishadi 38 bo'ladimi, 39 bo'ladimi? Endi yosh bolalarga endi albatta qaraladi. Yosh katta insonlar darrov dori ichish kerak emas. Agar zarurat bo'lmasa, ish bo'lmasa, boshqa agar uyda bo'lsa. Masalan, men shu ertalab issig'im chiqsa, kechgacha chidayman. Walakinni ashku as-suda'a wad-dawara. Lekin men bosh og'rig'i va ko'ngil aynishi, bosh aylanishini his qilyapman dedi. O'zi shikoyat qilyapman degani his qilyapman. Va qad da'uftu kaseeran. Dar haqiqat men ko'p zaiflashib qoldim. Ka'anni maridun munzu ayyamin. Go'yoki men bir necha kundan beri kasaldikman. Va la ashtahi at-ta'ama va ovqatga ham ishtaham yo'q dedi. Qala Hamid la ba'sa tahurun inshaalloh. Hamid aytdiki inshaalloh zarari yo'q, poklik dedi. Ya'ni Alloh taolo biron bir mo'min musulmonni musibatlasa albatta gunohlariga kafforat bo'ladi, hattoki bir zirabcha kirsa ham gunohi kechiriladi. Va hal aadaka tabib. Seni shifokor kelib ko'rdimi? dedi Hamid. Qala Husayn na'am qad aadani tabibun amsi. Kecha meni shifokor kelib ko'rib ketgan edi. Va maw'iduhu al-an. Uni hozir keladigan vaqt hozir dedi. ولم يجلس حامد إلا قليلا. حامد esa ozgina o'tirdi. Hatta hadarat tabib, hattoki shifokor keldi. Fajassa yada Husayn. Husaynning qo'lini ushlab ko'rdi. Va qasal harorata. Va haroratini o'lchadi. Va imtahana as-sadra bis-samma'ati. Va eshitish uskunasi bilan ko'kragini tekshirdi. Uni qo'yib eshitadi-ku quloqiga tiqib. Va abadal irtiyaha. وغير في الوصفة قليلا. وأبدأ الارتياح يعني yaxshi bo'lib qolganini aniqladi. Va haliga yozib bergan dori ro'yxatini esa ozgina o'zgartirib qo'ydi. Va qala innahu bari'un bihamdillah. Va aytdiki albatta u o'sha Allohga hamd bo'lsin, kasaldan qutulibdi dedi. Va awsa abahu bi an yahmiya Husaynan
الماء البارد والزيت والخروج في الهواء والتعب ويسقيه اللبن وماء الشعير وماء الفواكه. Va otasiga buyurdiki, Husaynni sovuq suvdan asrashligini va yog'dan va asrashligini buyurdi. Va havoda chiqishlikni buyurdi. Va ta'aba degani endi o'sha chiqib, agar xurujiga atf qilsak, o'sha chiqib ozgina harakat qilishlikka buyurdi. وَيَسْقِيَهُ اللَّبَنَ وَمَاءَ الشَّعِيرِ va uni suv bilan, ya'ni unga sut berishligini va o'sha sha'ir, arpa suvi, ya'ni o'simlik suvini va mevalarning suvini unga berishlikni buyurdi. Ya'ni bu yerda o'sha sug'orish degani endi insonga nisbatan suv berish deb tarjima qilinadi. Xo'p. وجلس حامد قليلا. حامد ozgina o'tirdi va qala aytdiki innal a'ida iza atala al-julusa 'inda al-maridi shaqqa 'alayhi wa 'ala ahli baytihi fa asta'zinu wa ansarifu wa a'udu insha'allohu ghadan. Hamid ozgina o'tirib aytdiki, albatta kasalni ziyorat qiluvchi qachonki ko'p o'tirsa, kasalni oldida ko'p o'tiradigan bo'lsa, kasalga qiyinchilik va uni ahliga ham qiyinchilikni tug'diradi, keltirib chiqaradi. Shuning uchun men sendan izn so'rayman va ketaman, inshaalloh ertaga kelaman dedi. Haqiqatda shunday, Demak, bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.